Qani bu yoqqa kel. Siz ko'rmay qolibman. Endi odam tanimaysan. Tabriklaymiz. Bu yoqqa qaytishga zo'r oldimi? Ha. Bu yoqqa ham qolin. Ana mashhurlar Burlandan nomer olgan bo'lgan Brent avtomaktab o'quvchilari har doim a'lochi mana faol. Bir urinishda. Mana aka. Bir amaliy bu yoqqa o'tib mana aka nazar imtihonni o'tib chiqdi. Endi xudo xolasa amaliga tayyorlab ep qilamiz. Qiyin bo'lmadimi? Yo'q, qiyin emas. Qani? Bir urinishda o'tdik. Brent avtomaktabdagi hamma domlalarga rahmat. Brentda. Zaram bir urinishda o'tdik. Hamma domlalarga rahmat. Zo'r bo'ldi endi. Bir urinishda o'tdik. Domlalarga barchasiga rahmat. hamma domlalarga rahmat. Mana o'tdik. Brent nomer oling. Domlalarga rahmat. Birinchi urinishda o'tdik. Maktabga kattakon rahmat. Tanlovda adashmay nomer oling. Xudo xolasa Umid akam bu toifa uchun amaliy imtihon topshirib chiqdi. S kategoriyaga 3 hozir sel negan, shuna bir kunga S kategoriyani topshirib, yana o'tib chiqishga omad tilab qolamiz. Birinchi avtomaktabga rahmat. Istamagan nazar imtihonni o'tib chiqdi, xudo xolasa. Rahmat, mana domlalarga Hammasiga rahmat. bir urinishda. Bir urinishda 20 domla topdik. Hammamizni tabriklaymiz. Hammalaringizga omad. Bundan natija erish uchun har vaqt Brent avtomaktab. Kelaverasizlar, tanlovda adashmang. Buni o'qiyacaqlarga o'ylanib yurganlarga yuborib qo'yasizlar. Endi ham kelmasangizlar bo'lmaydi lekin shunday natijani ko'rib turibman aka. 100% natija har doim hamma vaqt ag'abiy xizmatda.